Uyga borsam, dadam so'radi. Nima bo'ldi o'qishing? Dedi. Kirolmadim dedim. Sen nima uchun o'qishga kirolmading? Aytaymi dedi. Nima uchun kirolmadim dada desam, mana hovli tagida turgan mol seni o'qishga kirishingga harakat qilyapti bolam. Agar mana shu molni sotib yuborsak, yo'ling ochib ketadi bolam dedi. Aytdim, molni nima aloqasi bor deyman? Lekin kattalarni bilgan ekan, keyingi yilga molni sotib yubordik. Bugun zo'r muxlislar ketdi. Yarimidan tushunyapsizlar-ku. Bugunga tayyorlagan narsalarim hammasini yarmini aytib beraymi? Shu molni sotib yubordik, o'qishga kirib ketdim-ey. Ey, dadam o'qishga tayyorlanyapman desam, molni boqimdan ko'ra derdi-da. Endi tushundim dadam nimaga bunaqa deganini. Lekin baribir alam qildi. Men shuncha mehnat qilib, shuncha iste'dodim bilan, shuncha talentim bilan kirolmagan o'qishimga meni mol olib kirib qo'ydi.